O't nihoyatda ko'p bo'ldi bu yil. Allohning berganiga shukr. Har yili mana shu yerga kelib, apparatni o'rib tashirdik. Bu yil Xudo xolisa yeb-ichish otlarga yaxshi bo'ldi, yaxshi keldi. Omonov Jo'rabek, bizga ham nasib qilsin aka, salomat bo'ling. Xudo xolisa yetishasiz aka. Ot olishdan oson narsa yo'q. Niyat yaxshi bo'lsa, Xudo xolisa yetishasiz aka. Ot nechta otingiz bor? Ot aka, bizda oldi-sotdi otlar. Sonini aytganimiz bilan u bizning boyligimiz hisoblanmaydi. Bu biz оборотdagi narsa. 7-8 ta ot bo'ladi, Xudo xolisa kelaverasizlar. Abdulaziz aka oldi. Hozir mashinaga to'la. Oldi tuyog'i yorilgan. Nima qilishim kerak? Tak. Nimani qarang, qurdi. Shu nimalar kavlab qo'yapti-da, nima deydi, yumron qo'zib ko'payib ketdi. Kecha ham shunga o'xshagan joyda ot yiqilib toyib ketib qoldi-da. Xo'p, oldi oyog'i yorilgan bo'lsa, aka tepagacha chiqqanmi yoki tepagacha chiqmaganmi? Agar tepagacha chiqqan bo'lsa, uni taqalash kerak, taqada ushlash kerak, faqat taqada. Keyin suvga ko'proq solsangiz, tuyoq tez o'sadi. Bir kun ham taqasiz otni qoldirmas kerak. O'shanda yorug' tepadan yorilgan joydan pastga surib keladi. Tuyoq butun bo'ladi. Bir 6-7 oylar vaqt ketadi uni tuzalib ketishiga. Yaxshi ot bo'lsa, shunaqa o'xot qiling aka, vaqt o'tkazmasdan. Qamishlarni qarang-a. Hech bug'doyzorga o'tib ketganda. Nimaga? Chunki bu yil ob-havo zo'r keldi. Bu yilgidaqa bahor bo'lmagan. Bu yil zo'r keldi bahor. Qamish ham ancha otni zo'r ichini anaqa normaga solib qo'yadi. Ichi qotib qolgan, ishtahasi yo'q otlarga berishlar qamish. Bizda keldi-ketdi ot ko'p bo'ladi. Ba'zi egalari ko'rib hayron bo'ladi. Nima qilding deydi. Shu qamish uncha narsani yechimini yechib yuboradi. Ot qorni og'riq. Haligi ertalab shudringda ot ko'kka olib chiqa olmaysizlar. Shunda ham berish kerak, iloji boricha. U qalinlashib qolgandan keyin jodida o'tkazib berish kerak, maydalab. Jodida o'tkazib bersangiz zo'r yeydi. Bayer TV aka, Bayer TV qaysi? O'sha Begavatli akami? Adash aka, sizmi? Tanimadimmi? Yangi tuyoqqa. Aka zariyada. Zardali 4 yoshligi bor aka. Biri 60 atrofida, Surxondaryo, Qashqadaryoga tushadi. Вообще tagizdan chiqib ketadi. Yana bir narsa vaqti kelganda aytib qo'ya akalar. Mana ot ko'ryapsiz, kallasini oldida nima ketyapti? Nima deyapti bu? Zaryad ketyapti. Hozir akalar zaryadga tashlab yubordi. Zaryadga yaxshi ekan, cho'da nimadir bo'ldi. Efir ozgina chalkashgan bo'lsa uzr. Xo'p. Otni bitta suvga solsa yaxshi bo'lardi. Suv ko'p ekan bugun, jonivor.